Pastdarg'omda ana endi kiloli somsalarni, metrli shashliklarni Ne'mat bobo choyxonasidan topsalaringiz bo'ladi. Narx-navolarga aniqlik kiritib o'tamiz. 32 ming so'mdan biqin shashliklar, 25 ming so'mdan ko'skovoy, 20 ming so'm, 24 ming so'mdan qiyma shashliklar. Vayizlar, kiloli somsalar 40 ming so'mdan, 12 ming so'mdan somsalar, siqcha somsalar 15 ming so'mdan. Ana endi qiziq joyiga o'tamiz. 1 metrlik Ne'mat bobo choyxonasidan metrovoy shashlikni yesalaringiz 10 daqiqa ichida choyxona tomonidan 300 ming so'm pul sizga sovg'a tariqasida beriladi va homiylardan qo'shimcha yana sovg'alar. Ana endi bu yerda faqat shu taomlar tayyorlanadimi? Yo'q azizlar. Dumg'uza taomi zakazga. Qolaversa, jiz, mol go'shtidan, qo'y go'shtidan, kalla go'shtidan, grill, tovuq tandir, barak, hamma taomlarni ana endi Ne'mat bobo choyxonasidan topsalaringiz bo'ladi. Manzil O'torchi mahallasida, Beklar hududidan shunday ichkariga kirasiz, ko'prikdan o'tganda o'ng qo'lda Ne'mat bobo choyxonasida hammalaringizni kutib qolamiz. Aytgancha, dastavka 10 kilometr radiusda mutlaqo bepul. Qolgan joylarga kelishilgan narxda dastavka qilib beriladi. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri bora olasizlar. Pastdarg'om aktiv bo'lamiz. Eng original, eng qiziq kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammalaringizni Ne'mat bobo choyxonasida kutamiz.